Assalomu alaykum barchaga aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan har doimgidek Admiral Gameplay kanali. Nima gaplar? Tinchmisizlar, charchamayishlar yaxshimi? Bugun sizlar bilan maza qilib GTA Vice City o'yinini o'ynaymiz. Eslaringda bo'lsa agar o'tgan birinchi sonida noldan shu missiyani boshladik. O'sha qatida to'xtagan bo'lsa, yana o'sha yerdan davom ettirib ketamiz. GTA Vice Cityda bugun chiroyli obzor qilishga harakat qilamiz. O'zlaringdan so'rasangiz, nima gaplar olamda? Ketyaptimi, bo'lyaptimi? Biz so'rasalar yaxshi, yuribmiz, aqatashab. Yaxshi. Allohga shukr. Bugun mana chiroyli obzorlar qilamiz. Sizlardan doimiy iltimosimiz bitta like, bitta kommentda cheki yo'q. Qancha yozsalaring ham qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz davom etamiz obzorda. Qani ketdik endi. Hop, birinchi shu missiyaga boramiz. Uning uchun bizga bitta mashina kerak bo'ladi. Uy, ustimizga tushdi. Lichional bez panika. Hop. O'sha C ga boramiz. Kartadagi C naqiga. Bundan oldingi sonida o'sha missiyalar qiluvdik. Bir 5tacha missiya qiluvdik. O'sha yerda to'xtaganicha hali missiya qilganimiz yo'q. O'sha missiyani qilganimcha hali kirganim yo'q GTA Vice Cityga. Mana o'sha sizlar bilan birga qilamiz boshdan oxirigacha deb missiyaga hali berib qilganim yo'q. Tegmay turibman. Bugun ham missiyalar qilishga harakat qilib ko'ramiz. Maksimal darajada tezroq qilishga harakat qilib ko'ramiz. Qisqa vaqt ichida va maza qilib dam olamiz. Shu maqsadim shu, o'zim miyaga ozgina dam berish. Kimdir agar yoshligida o'ynagan bo'lsa, kimdir yoshligini eslatish. Shunaqa o'zim yoshligimda ko'p o'ynaganim uchun o'zim yaxshi ko'rib o'ynayman bu eski versiyasini ham. Xo'p. Bo'ldi, bizga zadaniyani berdi. Sariq belgiga borishimiz kerak ekan. Do'stlar, yana bitta narsani takrorlab o'taman. Har doim videolarimda iloji boricha takrorlayapman, o'zim esimga kelganicha. Sizlardan shu iltimosimiz, nechta odam kuzatayotgan bo'lsa ham, xoh bittami, xoh 100 tami farqi yo'q. Sizlardan katta iltimosimiz, YouTube platformasida video qachon rekka chiqadi, bitta video boshdan oxirigacha xoh o'tkazib ko'rilsin, boshqa qilinsin, boshdan oxirigacha ko'rilsa, yana rekka chiqadi. Sizlardan iltimosim shuki, ko'rayotgan videolaringni boshidan o'sha yarmida chiqib ketmasdan oxirigacha ko'rishlaringni iltimos qilaman. Bu narsaga o'zim qattiq kirishyapman, qo'limdan kelganicha qattiq kirishyapman. Videoda oxirigacha tempni ushlab turishga, tempni tushirmasdan obzor qilishga harakat qilyapman o'zim. Shu narsani sizlardan iltimos qilaman. Videoda oxirigacha ko'rishlaringni iltimos qilaman. O'shandagina faqat rekka chiqadi videomiz. Bo'lmasa rekka chiqmas ekan. Cho'ta nimadir video ketyapti. Ha, bo'ldi, tushundim. Bizani amunitsiyaga kirishimiz kerak ekan. Tushamiz. $4000 pulimiz bor ekan, yaxshi. Bo'ldi, tushunarli. Nima qilar ekan? Chiqib ketish ekan. Bo'ldi, yaxshi. Pistoletni o'zi kerakmi shunda bizga? Yo'q, boshqa narsa olishimiz kerak ekan. Hozir qanaqadir orужие olish kerak deyapti menimcha. Predmet, pistolet. Bu menimcha shu bo'lsa kerak. Yoki sovutmi?
Net наличие. Tushunmadim lekin bunga nima deyotganiga. Ha, hamma pulga olib borishimiz kerakmi shunda? Hop, endi nima qilish kerak? Ashyo asab bor-u. Qanaqa zadaniyaligigacha tushunishimiz qiyin bo'lyapti. Menimcha otib tashlashimiz kerak shekilli. Ana. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Yana qaytib borishimiz to'g'ri kelyaptimi? Animation. Xo'p. Zadaniyaga unchalik tushunmayapman to'g'risi. Yana qayt deyapti orqaga. Nimadir olish kerak ekan menimcha. Qanaqadir оружие olish kerak ekan. Uncha tushunmayapman bunga. Xo'p, оружиeni oldik. Xo'p, bo'ldi. Bunaqa keldik. Mana shu yerga keldik mana. Nima qilish kerak bu yerda? Birortasini o'ldirish kerakmi? Uy, turishni qaranglar. Vau, ma'lum. Hammasi bitta o'zimga qarshi. Qo'yil lekin. Yo. To'xta. Tush. Qoch tezda. Vau. Sal qoldi-yu. Ya opani qaranglar turishini. Qaramaymiz opaga. Shuni o'ldirish kerakmi? Ha, mana bo'ldi. Bizga kerakli narsa ham chiqdi. Hop, endi o'sha manzilga borishimiz kerak menimcha. Urib olamiz mashinani. Bosamiz undan. Uy! Suvga tushib ketardi o'zim. Hop. Qachandi? Annayni sana. Mana joningda ham yur. Bu tomondan aylanib o'taylik, hozir ham qiyib qoladi yana. Xo'p. Buni xatga olib borish kerak. Shu bitta narsaga tushunmadim-da, menga o'sha amunitsiyaga borib, оружие va qurol olasan dedi. Menimcha, qurolni olsam, o'sha pul qolmadi ham $4000.
bor ekan shotida. Pulim qolmadi, yana olishing kerak deyapti. Men shu narsaga tushunmadim. Borib o'sha o'ldirish kerak ekan. Keyin bilsam. Gangit. Bo'ldi, menimcha missiyani bajardik. Bu vashshe oson missiya ekan. O'zi bez panika bo'ldi. Paket bo'ldi missiya. Xo'p, endi do'stlar, missiya qilmasdan boshqa narsa, bitta zo'r g'oya bor menda GTA Vice City'da. O'zi GTA Vice City'da ko'p narsa bir xillikligi uchun, ozgina zeriktirib qo'ymasligi uchun biz zo'r narsa qilamiz. Hozir bu joyimizni oldin topib olishimiz kerak, qayerdaligini. Qayerda edi shu joy? Menimcha biz oqtarayotgan joy mashet bo'lishi kerak. Bo'ldi, ketdik. Borganda aytaman nima qilishimizni. Xo'p. Videomizga like bosib qo'yinglar. Hali ham like bosmasdan ko'rayotganlar bo'lsa, like bosib qo'yishlarini iltimos qilamiz. Biz unda davom etamiz video qilishda. Eshiklarga qaranglar. Xo'p. Agar chiqarayotgan o'yinlarimiz zerikarli bo'lsa, kommentda yozinglar. Qanaqa qiziqarliroq o'yinlar qilsa bo'ladi. Shu narsalarni kommentariyada yozib qoldirishlaringni iltimos qilamiz. Birorta qiziqroq o'yin takliflaring bo'lsa, shuni qilamiz. Mana shu yerda forma. Cho'ta mana shu yerda forma bo'lardi. Tushunmadimmi? Короче, biz nima qilmoqchi edik? Biz mana shu yerga o'tsa ham bo'ladi. Mana. Biz xullas anaqa qilmoqchi edik. Melisani formasi bo'ladi. O'sha formani kiyib qattiqdir otib yotibdi bizga. O'sha formani kiyib dushmanlar tutmoqchi edik. Kak Melisa bo'lmoqchi edik. Zo'r yo'li bor edi. Tank tushirib turib, o'g'irladi. O'sha quylab qilmoqchi edik. Chunki bizga kiyim berish kerak edi batda. Kiyimni cho'ta bermayapti. Bitta tankka tushiramiz mana. Mana bu tank. R harfini essiz deyapti. Bo'ldi, shu missiyaga kirishasiz deyapti. Полицейский bo'ldingiz deyapti. Wow. Bo'ldi, shu missiya yo'qoldi. Shu o'zi kelib uriladi-da shu. Buni qilayotgan ishini qarang endi. Grafikani lekin yorib qo'yishibdilar-ku. Ana biz tutmoqchi bo'lgan o'g'ri mashina o'sha. Ro'paradagi mashina. Qochinglar. Bratishko. Politsiyani vertolyotini qarang, o'zgarganini. Gap yo'q lekin. Buni iloji boricha urmasdan o'lmayapti.
nima qilish kerak bu o'lish uchun tushunmadim man. Buni men tushundim nima qilish kerakligini. Ha, bo'ldi. Yerda borda уже. Buni mana orqaga qaratib otish kerak, o'shanda oldiga tezroq yurar ekan. O'zi bu narsani bilardim-u, bu вообще sekinlab qolyapti. Mana уже yetib bordik, dushmanning oldiga ham. Mana! Tegmayotganini qarang endi buni. Qoyil lekin sizga qoyil. Yana milisa ko'payib ketdi shu onda. Bo'ldi, yaxshi hammasi. Spokойно. Qoch yo'limizdan endi sani ham hozir endi. Endi milisa yo'qoldi deganda hozir yana shikali chiqib turmasin. Ye. Xo'p, bu GTA Vice City'dagi eng pulni zo'r topadigan, eng zo'r nomer 1 zadaniya bu do'stlar. Nomer 1 zadaniya. Bo'ldi. $200. Misol uchun hozir ikkinchi dushmanni o'ldirishimiz, 10-chi dushmangacha ujani 1000, $1,500 oshiq pul beradi. Shu tomonlama zo'r bu pulni вообще VIP qilib tashlaydi bor u. Shu ko'paytirib yuboradi. Dahshat ko'paytiradi. Mana $450 beryapti. Buni 100 dan qo'shilmaydi. 2 barobar ketaveradi. Deluxe Edition versiyada bitta narsani ham ishlab turibdi. Masalan, tankada bilsalaring, ana balon, tankani g'ildirak balonida masalan qaysi tomonga bursa, o'sha tomonga keskin burilib ketadi bilsalaring. Uni tormoz berish shart emas tankada qanaqa tezlikda ketayotgan bo'lsa ham. Bunda shu narsani qo'shib qo'yishibdi. Masalan, hozir ketyapman, liboy bitta tomonga bursam, shu tomonga o'zi avtomatik tankda shunaqaki, o'zi xuddi tormoz berib burilayotganga o'xshab tekis burilaveradi. Shu narsani qo'shib qo'yishdi, lekin qoyil bor. Bu ham bitta zo'r anaqa. O'zi Deluxe Edition yangilangan degani maksimalniy darajada qo'shish imkoni bor bo'lgan narsalarni qo'shadi. Lekin qoyil. Rockstar Games. Bilmam buni qachon chiqargan, men aniq bilolmadim. 2011 da chiqqan deyapti ma'lumotlarga qaraganda, lekin 2011 da chiqqanga o'xshamaydi bu. Undan oldinroq chiqqanga o'xshaydi. Bu yangilangan versiyasi. Menga masalan yoqdi. Birorta ham yoqmaydigan tomonini hozir ko'rganim yo'q. Masalan, eski mashinalar, eski anaqalar bunda yangi nima yo'q-u, lekin baribir o'yinni o'zi ashshi zo'r. Mana shu ko'ryapsizlar, $800 beryapti. Mana shu ikkita mashina bo'ldi. Hali 3 ta, adashmasam 4 tagacha mashina bo'lib ketadi. Bo'ldi, ro'parasidan chiqarganmiz dushmonni. Qoching brat. Vah. Adashmasam bu 6-inchisi bo'lyapti. Bu ko'prik tagidan o'tib ketdi-yu bular. Bostirib boramiz, biz tankdamiz biz. Uch anaqa. Ne strashno. Bo'ldi, 1800. Pulni shuna qilib ko'paytiraveramiz. Bir 50-inchisida уже ozgina qiyinlashadi, bir xilda bunaqa oson ketavermaydi. Ujani 50-inchisida уже нормальный pul berishni boshlaydi.
hozir 4 yulduzcha bo'lsa, kodlarini terib o'ynaymiz, iloji yo'q baribir. Chunki 5 ta yulduz, 6 ta yulduz bo'lib ketganda juda tankka keladi bizga. Tank. Shuning uchun ham kodlarini terib o'ynayveramiz. Kod termasdan o'ynasak ham bo'ladi-yu, lekin kod terib o'ynagan o'zimiz maza qilib o'ynaymiz. Yoshligimda ham o'ynaganimda kodlarsiz o'ynamasdik, kod terib o'ynardik. Lekin masalan GTA 5 da kod terib o'ynasangiz qiziqarsiz bo'ladi. O'zi GTA 5 da offline o'zi qiziqarsiz. Agar onlayn o'ynagan odam bo'lsa, offline vashsha qiziqarsiz. Bo'ldi, politsiya yo'qoldi. Nimadan o'tib ketalarmikan? Vau, qoyil lekin. Ishlashibdi lekin bu tomonni ham. Juda sekinlab qolyapti. Yaxshi. Qoch. Ro'parasiga to'xtab olganini qarang tankda. Tankda signali bor ekan. Qoyil lekin malades. Gap yo'q lekin. Mana har doimgidek o'g'ri kuylayapti Melisa. Keyin yana bitta zo'r narsa do'stlar. Mana o'zi minuti bo'ladi. Har mana o'ldirganingizda o'shani minut qo'shib beradi. Qaranglar, bizda 14 minut 20 soniya bor. 20 sekund, soniya debman. 20 sekund bor. Bu minutlar ichida bemalol o'sha dushmanni o'ldira olamiz. Hozir 3 ta mashina ekan. Shu tomonlama ham yaxshi, lekin bunda minut har o'ldirganingizda qo'shilib ketaveradi, ko'payib ketadi. Tugab qiyin masala tugab qolish. Shu tomonlama ham yaxshi. Tankada masalan sekin yuryapti, bu tezlashmayapti desiz, mana orqaga qarab turib 2-3 marta otib yorsiz, oldiga, orqaga o'q otgan hisobiga oldiga mashina itariladi, tezroq yuradi. Tezligini ham ko'tariladi. Shotganimizdan keyin tezlashdancha $4000. Qoyil lekin bor-u. Vau, 2 yulduzcha bo'ldi sirazi. Qoch yo'ldan. Vau, shu tankaga teshiga portlab ketishi yomon-da. Voh. Ro'paramizdan kelishyapti ekan. Bitta kelaverasizlar, okalar. Yaxshi. 60 sekund qo'shib berdi, bu osonroq bo'lgani uchun. Mana do'stlar, o'zlaringiz ko'ryapsizlar, uzoqroqda chiqarsa ko'proq qo'shib berar ekan. Pulni ham o'shanga yarasha ko'proq qo'shib berar ekan. Yaqinroqda bo'lsa, kam qo'shar ekan. O'zlaringiz ham ko'rib guvoh bo'lyapsizlar. Mana shu $1050 qo'shib berdi hozirgi naqaga. Ketdi, tamom bo'ldi. Ayrim joylariga o'zgartirish kiritishibdi, adashmasam. Mana shu burilish joylari sal nimaroq edi, misol tekis burilish bas edi. Sal mundayroq edi. Ana, hozir bunaqa bo'lib qolibdi. Eskida miniroq edi. Ozgina o'zgartirishlar kiribdi, adashmasam, lekin yaxshi bo'libdi. Yomon emas, minus emas, chiroyli, naborot. O'sha grafika kuchliligini hisobiga bu narsa chiroyli ko'rinyapti masalan. Bu yaxshi. Bo'ldi, shu pulimizni 100 mingga yetkazib olsak, pulimizni 100 mingga yetkazib olsak bo'ldi, bu anaqa melisachilikni to'xtatamiz-da, boshqa birorta joyni sotib olishga boramiz. Bunda faqat joylarni sotib olish mumkin xolos. Lichniy mashinalar olib bo'lmaydi bunda. Shu versiya eski baribir. Ikkitasi ketdi. Qoch endi yo'ldan, qoch. Vau, uchinchisi ham ketdi. $7200. Malades, lekin qoyil qolmasdan iloji yo'q. O'sha orqamizdan vertolyot tushdimi? Qachay yo'ldan ey. Hammangni sani. Xo'p.
hozirgi borgan joyimizdan yana ketyapmiz shekilli. Anaqa parkovkani yonidamda burilganda, ha bo'ldi o'sha joy ekan. Mana burilishdan yana ketyapti. Bunga ham menimcha yaxshiroq pul bersa kerak. Sababi sal uzoqroqda chiqaribdi. Kim bor u? Gap yo'q bor. Hop, ketdi. Bitta qolib ketdi. Bos. Bo'ldi, yaxshi. Yoni opani qaranglar. Qiz bolaga nima endi hozir bu qurol ushlab otib kanu bo'ldi 8400 1200 qo'shildi. Qoyil lekin boru a'lo darajada. Faqat tezlashamiz. Yana bitta narsaga guvoh bo'lib qoldim do'stlar. Odam o'lgandan keyin shu yerda qoni chiqadi, bilsalaring. Qoni chiqqandan keyin o'sha o'liydi yoki qonni ustidan yurib ketsa, anaqa bo'lyapti. Qonni izi chiqyapti balonda, yerda. Bu vobshe kuchli grafika degani bu. GTA o'ynaydiganlar bo'lsa tushunadi buni, bittada tushunadi. Adminiya berib yubordim. Vau, R harfini ezib yuboribmanman. Vau, do'stlar, nimalar qilib qo'ydim. Ana bo'ldim, muammi. Jada bo'ldi, deyapti-yu. Vay, yana $200 chiqamiz. Yegim kelmayapti ovqat deydi yosh bolalar. Meni ham qilgim kelmayapti bu missiyani endi. Do'stlar, yana bitta zo'r yo'li bor ekan buni. Transportdan chiqqaningizdan keyin 1 minut ichida politsiyskiy birorta mashinaga o'tirishingiz kerak ekan. 1 daqiqa ichida. To'g'ri borib turib bang ushadi, bo'ldi. Zo'r g'oya keldi-da. Arujalarimizni ham olib qo'yibdi. Hop. Bitta yaxshi g'oya keldi. Shu borib hozir mana shu Melisa mashinada borib turib, shunday mashinadan tushib turib otib tashlaymiz. Nima deysizlar shunga do'stlar? Vay! Qoyil lekin bor-ku. Bir marta shunaqa qilib ko'raylik, qani sizlar bilan. Shuni borib turib, prosta tak shuni tankda masalan tegsangiz o'zi portlaveradi. Tak o'zi оружейный mashina. Shuna boramiz-da, shuna yo'liga to'xtaymiz-da. Shuni tushib turib otib tashlaymiz. Bo'ldi mana.
Bo'ldi, mana yaqinlashib qoldi o'zi. Mana. Ke. Bo'ldi. Shunaqa qilsak ham bo'lar ekan lekin. Bizga Melisa mashina kerak ko'proq. Qani keladimi Melisa mashina? 30 sekund qoldi. On sekund. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pishdi. Mana qaranglar do'stlar, mana. Qonni ezgandan keyin izi chiqyapti. Bu вообще очень красивая графика degani. Vau. Vau, bular terlab turishini qarang. Yana bitta zo'r kod o'rgataman sizlarga. Mana bu prosta kayf qildirgan kod. Mana onlaynda qancha mashina turgan bo'lsa, B I G B A N G sanay hamma mashina shunday portlab ketadi. Bo'ldi, shopir o'ldi bu. Shopir ketdi. Dirijabil ketarmikan? Nima deb o'ylaysizlar? Yo'q, otib tashlayaptimi kimdir? Voy! Ko'rmay qopmiz do'stlar. Xo'p, do'stlar, videomizni shu joyda yakun yasashga to'g'ri keldi. Bunusida uncha zo'r ko'proq missiyalar qilinmadi. Yo'q, qo'rishasizmi? Ana. Urushganda lekin tan bermasdim. Xo'p, nima shu joyga boraylik-chi. Narxi qancha ekan? $8,000 bor yo'q. $8,000 shunday. Qoyil lekin. Uyni sotib oldik. Lekin boru yaxshi bo'ldi, tushunarli. Xo'p. Do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga kattakon rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Videomizni ishlatib tugatishga qaror qildik. Sizlar bilan Admiral Gameplay kanali bo'ldi. Chiroyli obzor qildim degan umiddaman. Bu videomiz ozroq bo'lib qoldi, chunki bu GTA Vice City unchalik ko'p funksiyaga ega o'yin emas. Birinchi chiqqanlaridan GTAni qo'limizdan kelganicha sizlarga yoritib berdik, obzor qildik. Videomizga shu ozgina mehnatimizga baho berib qo'yasizlar. Sizlar bilan shu Admiral Gameplay bo'ldi. Joninglar sog' bo'lsin, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sog' bo'linglar.